Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadr qadrdonlar. Akalar, biz yana bir obyektimizda tungi fon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu ishimiz 5 terakda qilib berganmiz. Akalar, bu ishimizni ko'cha fasadi mana shunday holatda, go'zal holatda qilib berdik. Bu joyga biz akalar faqatgina oq va mo'k tunuka ishlatdik. Ko'rib turganinglarda akalar, bu ishimizni, ya'ni obyektimizni ko'cha fasadi mana shunday holatda bitkazib berdik. Endi esa akalar, bu joyda biz darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamizga ham go'zal holatda mana shunday qilib tungi fonimizni qilib berganmiz. Akalar, bu joyda biz hovuzli fason qilib va ichiga shahmat qilganmiz. Shahmatimizni burchaklariga esa 2 qavatli yulduzcha qilib oq va mo'k yulduzchalar qo'yib berganmiz. Mana shunday holatda qilib berdik va o'rtasiga 2 sm pastga bo'rtib tushib turadigan qilib mo'kridan shahmatlar qo'yib berganmiz. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Akalar, va bu tarafda obyektimizning ichki kozoroglari bor. Kozoroglarimiz chiqishi 1.30 cm ekan. Bunga 2 qavatli qilib yangicha stilda mana shu holatda tungi fon qilib berdik. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar kozorogimizga ham. Akalar, biz bu obyektni hamma narsasi ichida qilib 135 ming so'mdan qilib berdik. Uy egasiga bu obyektimiz 113 kvadrat tunuka ishlatdik. Uy egasiga esa 15 million so'mga tushdi. Akalar, agar sizda ham tungi fon qiladigan joylar bo'lsa, bemalol ekranlardagi raqamlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.